so'zlarini, dil izhorlarini, yaxshi niyatlarni o'tkazamiz. Hozir meni mikrofonlar qarshisiga davramiz badiiy markaziga Xudo tarafdan kelgan mehmonlarimiz nomidan yana kelib boramiz. Oyijonlari, ukajonlari, singiljonlari, barcha yaqinlarni davramiz badiiy markaziga taklif qilsamda, tabrik so'zlar, dil izhorlar, yaxshi niyatlarni kelib boramiz. Eng yaqin insonlari, jigarlari, opalari, ukajonlari, singiljonlari yo'llaydi. Marhamat, Xudo tarafdan kelgan mehmonlarimizni, kuyov bolamizni, kelin bolamizni, barcha jigarlarni mikrofon qarshisiga davramiz markaziga taklif qilamiz. Singillarini muborakbod etmoqlik uchun undan so'ng kuyov bolamizni ham tog'ajonlari, ukajonlari, singiljonlari tayyorgarlik ko'rib tursalar, opalari bilan birgalikda tabriklarni beramiz. Kelinglar, marhamat, yana bir bor iltimos qilamiz. Kelinimizni oyijonlaridan boshlab barcha yaqinlarni mikrofonlar qarshisiga davramiz markaziga. Mana bugun yig'ilishimizning sababchilari singlim Yangiboy, Mavlud Umar yo'ldoshlari. Men bularning takrorlanmas bahs-nikoh kechasida men ham qatnashar ekanman. Men fursatdan foydalanib, men ularga uzoq umr, baxt, saodat, qo'sha qarishini Xudodan so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun shunday chiroyli koshonada katta tantana. Shu tantananing sababchilari jiyanim Yangiboy va kuyov bola Jasurbek. Men bu ikkala yoshli shaxsan o'zim nomimdan, oila a'zolarimiz nomidan va barcha rahmatullohlar, qarindoshlar kelolmagan hammalarining nomidan tabriklayman. Aziz kelin-kuyovlar, hayotlaring asaldek shirin, buloq suvidek toza, moviy osmon kabi musaffo va o'sha osmondagi yulduzlar kabi charaqlagan bo'lsin. Doimo qaynona-qaynotalaringni hurmat, izzat qilib, tinch totuv, yaxshi yashab yuringlar. Baxtli bo'linglar singlim. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga tashrif buyurganlar. Bugun singlimiz Yangiloyxon va kuyovimiz Jasurbeklarning nikoh oqshomlarida o'tirar ekanmiz. Biz bularga baxt tilaymiz. Doimo baxtli bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Assalomu alaykum, uzoqlardan kelgan mehmonlar va mehmonlar. Mana shu yig'ilishimizning sababchisi singlim Yangiboy va bugundan bo'lajak kuyovimiz Jasurbeklarning tabriklayman. Baxtli bo'lingizlar. Avvalo sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtli bo'lingizlar. Tabriklayman singlim Yangiboy va kuyovimiz Jasurbeklarning nikoh kechasida turadigan tabriklayman o'zim nomidan va Yig'ilishimizning sababchisi bo'lmish singlim Yangiboy. Bugundan e'tiboran kuyovimiz Jasurbeklarning baxt oqshomida qatnashar ekanmiz. Biz sizlarga baxt, omad, kelgusi hayotlarga ulkan zafarlar tilab qolaman. Doimo baxtli bo'lingizlar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Aya Yangiboy va Pochab Jasurbek, baxtli bo'lingizlar. Jasurbek va Yangiboy tabriklayman. Baxtli bo'lingizlar. Qalbingiz doimo imonga to'lsin, har bosgan qadamingiz nurliyob bo'lsin. Shiroz va ro'yob baxti sizlarni asrasin Alloh karim. Rahmat, sog' bo'linglar. Menimcha bu sovg'alar barchasi kelin bola uchun, opajonlari, singiljonlari, ukajonlari, xolajonlari, tog'ajonlari, amajonlar nomidan qabul qilasizlar.
kuyovlarimizga va ko'zlarimiz shodiyonamizni navbatdagi tabriklar. Kelin-kuyovlarga e'tibor beringlar, chunki hozirgi tabriklar kuyov bolamizni ukajonlari, singiljonlari, oyijonlari va albatta tog'ajonlari nomiga yangilangan tog'alari bilan birgalikda kuyov bolamizni barcha yaqinlarida mikrofonlar qarshisiga davramizning badiiy markaziga taklif qilsanda samimiy tilaklar, tabrik so'zlar, izhorlarni kuyov bolamizga yaqinlar isbotlanadi. Feruzoba tog'alari degan tog'ajonlarga iltimos qilamiz, davramiz badiiy markaziga qarab kelishliklarini, jiyanlarni bugungi ajoyib to'y bilan, tantana bilan muborakbod etishlarini qolaversa bu yerda davramizda kuyov bolamiz akalari, amalari butun Moskva shahrining yo'l misollar tabriklaydi. Barcha yaqinlarni kuyov bolamizga taklif qilamiz. Marhamat. Hamşehriler, şu bugün yılbaşımızın sabahçısı Cihan'ın Casurbek ve oğullarının ömür yoldaşı Yangiroylar'ın nikoh akşamını tabriklayman. Ülkede bir uzak ömür, baxt, saadet, gelecekte ülken zaferler dilerim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Şerefim. Assalomu alaykum. Hurmatli kelin-kuyovlar, mana bugun bacham va xayrli xonadonlarga qo'yilgan jiyanimiz Jasurbek va kelinimiz sizlarga baxt tilayman. O'sha yerda qatnashamayotgan aka-ukalar nomidan tabriklayman. Baxtli bo'linglar, ularga tilayman. Assalomu alaykum. Bugun yig'ilishimiz sababchisi jiyanim Jasurbek va uning umr yo'ldoshi Yangiroy xonlarning nikoh to'ylarida ularga ularga baxt, omad, nima degan munosabatlarni Avvalambor barcha kelgan mehmonlar va mezbonlarga assalomu alaykum. Bugun yig'ilishimizning sababchilari mening akam Jasurbek va bugundan boshlab kelinoyimning to'ylarga yig'ilgan ekanmiz. Men shularni tabriklab qo'yaman degan. Akajonim, to'ylaringiz muborak bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Birga yashab, bolalaringiz ko'p bo'lib, inshaalloh barcha niyatlaringizga yetish nasib qilsin. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mana bugun yig'ilishimizning sababchisi ukam Jasurbek va bugundan kelinimiz Yangiroylarning nikohi baxt oqshomida o'tirar ekanmiz. Men bu ikkala yoshga o'zim nomidan, qolaversa oila a'zolaringiz nomidan, ikkala ukam nomidan, Nodirbek, Elyarbek nomlaridan baxtli tilayman. Doimo baxtli bo'lishsin. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar. Ukam Jasurjon, kelinimiz Yangiroy sizlarni nikoh to'ylaring bilan tabriklayman. Sizlarga baxt, baxtli taqdir. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugungi yig'ilishimiz sababchisi akam Jasurbek va jinoyim Yangiroylarning to'yidan baxt, saodat tilayman. Baxtli bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. To'ylar muborak bo'lsin, jiyan to'ylar ketib qolmaysiz. Kuyov bola haqiqatan yaxshi ko'rar ekan, mana shu tog'ay sizni 3 kundan beri akam to'yda keladi, bitta she'r yozgandim, aytib bera olmayapman, hayajondaman dedi. Aka, Abdushu yaxshi ko'rishingizni biladi. Chunki qarindoshi bori yaxshi deydi, tog'alar yurak naqshi deydi. Jiyan qiynalgan paytlaring mana shunaqa tog'angga suyan deydi, to'g'rimi? Bekorga tog'a yarim pir demagan, tog'a yarim pir deydi. Ko'nglida ham aslo kir deydi. Shuning uchun ham tog'alar jiyanlarni g'amini yeydi. To'g'rimi? To'ylariga navoz boqqan tog'asi, to'ylariga toy olib kelgan tog'asi. Bitta she'r aytib bersa, davragashlar cho'ntagi 5000 talik solib qo'ygan tog'asi shu kishi bo'ladi. To'ylar muborak bo'lsin, jiyan to'ylar muborak bo'lsin. Albatta hazil. Ketib qolmaysizlar, kelin-kuyovlar biz esa davramizning badiiy markaziga Ferzopam qanilar. Bemalol. Yo'q, hazil bu. Ya'ni cho'ntakni kovlab 5000 talik izlab yurmanglar. 5000 talik yo'q eganda 5000 talik bo'laveradi desam ham yo'q deydilar. Feruzopa qani keling, Feruzopa davramizning badiiy markaziga men Feruzopani taklif qilaman. Kelin-kuyovlar ketib qolmaysizlar. Feruzopani yonlariga esa kelin bolamizning volida muhtaramalari, onajonlari Gulbahor opamni taklif qilaman.
Qo'linglar bo'sh bo'lsa onajonlarimiz uchun bitta chiroyli qarsak chalsanglar, qarsaklar ostida onajonlarimizni davramizga taklif qilaman. Qani Xudo xolam shu yerda bo'lsalar, Xudo xolamni davramizning badiiy markaziga mikrofonlar qarshisiga taklif qilaman. Kelin-kuyovlarimizni onajonlariga atalgan sovg'alari, syurprizlari bor ekan. Keling Gulbahor opa, yana bir bor mikrofon qarshisiga davramiz markaziga kelib boramiz, onajonlarni taklif qilaman. Yoshlarimizni, kelin-kuyovlarimizni, nafaqat kelin-kuyovlarimiz balki shu shodiyonada, shu koshonada o'tirgan barcha insonlarni dunyoga keltirgan insonlar. Onajonlarimiz, volidai muhtaramlarimizni mikrofon qarshisiga davramiz markaziga taklif qilmoqchiman. Feruza opa, kelasizmi? Imkoniyatingiz bormi? Vaqtingiz bormi? Iltimos, keling, shuncha odam kutib qoldi. Gulbahor opa, keling, iltimos davramizga agar vaqtingiz bo'lsa, kelinglar. Chunki hali juda ham ko'plab insonlar raqsga tushamiz deb kutib o'tiribdi. Bugun to'yni kutib o'tirgan insonlar juda ham ko'p. Shuncha insonlarni kutilmasligi uchun iltimos qilamiz. Chunki niyat qilgan ekan, farzandlar niyat qilgan ekan. Xudo xohlasa, hayotimda eng baxtli kunlarimda meni dunyoga keltirgan insonlar, tarbiyalab voyaga yetkazgan insonlar, onajonlarimga ozgina bo'lsa ham minnatdorchilik bildiraman deb niyat qilgan ekan. Mana shu Dilshod akam ajoyib taronalar bilan kelin-kuyovlarimizni davramizga taklif qilamiz. Onajonlarimiz umrizo bo'lsin. Dardlaringiz to'kib sochi yayrasindir, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardi yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak shulik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi borligingiz ona, hammasi sizni duoingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'kni titib ketar edi nidoingiz, ajillarga yashiringan chiroyingiz. Ijobatin topib barcha duoyingiz, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona.
duoyingiz yaxshi kunlar mana keldi ona hammasi borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmaganim ona hammasi sizni borligingiz ona hammasi sizni duoyingiz ona baxtimga omon bo'ling xasta bo'lmaganim ona Onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Hammasi mana shu onajonlarimiz duolari tufayli. Keling yo'llarimizni o'z taxtiravonlariga, joylariga taklif qilamiz. Onajonlarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Xudochiliginglar ming yilchilik bo'lsin. Men esa xo'p, tabriklarni, dil izhorlarni, yaxshi niyatlarni, chunki hozir davramizda musiqiy tabriklar bor. Moskva shahrida tashrif buyurgan ko'p odamimiz, akajonlar, amakilari musiqiy tabriklar bilan tabriklamoqchi. Abduhamjon akamizga mikrofonni bersam, qalbidagi, dilidagi izhorlari va musiqiy tabriklar bilan kelin-kuyovlarimiz muborakbod etadi. Marhamat. Rahmat aka. Avvalo assalomu alaykum. Mana shu fazli xonadonga yig'ilgan barcha mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun yig'ilishimizning sababchisi Hoji akamni katta to'ng'ich o'g'illaridan biri Jasurbek ukamizni nikoh vaqt to'ylari. Men bu 2 yoshga avvalo inson uchun zarur bo'lgan sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, totuvlik tilayman. Mana shu yerga, mana shu bugungi to'yga kelolmagan oila a'zolarimiz nomidan va barcha mana shu Moskvada kelolmagan qarindoshlar nomidan tabriklayman. Davramiz sizlarga chiroyli qo'shiq beraveramiz, chiroyli qilib raqs qilib berasizlar. Marhamat. Men sevgan jonim oydadur, ishtida orom qaydadur, o'zim ko'mayli yuragim, hattoki u ham oydadur. Boqim ko'zlarimga qarab, azobda yuragim bora-bora, aytayin bir sendan boshqasi yo'q, oqlarim o'zingga yetsa qora.
gibi vay aman. Güneş doğdu geleceksin vay aman. Vay kesersen gel güce vay aman. O bütünsün yakanısın sen. Sessiz dağlar gibi vay aman. Güneş doğdu geleceksin vay aman. Vay kesersen gel güce vay aman. O bütünsün yakanısın sen.
Qani marhamat. Mana shu 2 yosh uchun talablariga binoan yoshligim qo'shig'ini kuylayveramiz. Marhamat.
Rahmat, 2 yosh vaqt bo'ldi. Xushbakim. Rahmat. Davom ettiramiz mana shu qizlarni kelgan mehmonlarimizni talablariga binoan. Barcha jigarbandalar bilan birgalikda davom ettiramiz. Sho'xrodan davom ettiramiz endi marhamat. Güller,
güller Benim kabi tengim yoktur sevip qolgan Kirli bular Chilli güller Mana güller Chilli güller Benim kabi tengim yoktur sevip qolgan Kirli bular Zumulaydıp zamanlarda Savda kılıp iranlarda Ey çırakçı kamallarda Bir mihriban adam vardı Oynamadım Ahmet gelip savdalardan Boyun kurdu tüllalardan Ayuşakı yaralardan Bir mihriban adam vardı Oynamadım Yollarımda gözler tüküp Suratımda her gün okup Olmuş gönlünü tutup Gülüyorken burada Oylamadım Köksün altı bulup yürüyen Takdirine görüp yürüyen Ey çırakçı dağlarda Vay kumarım ölüp yürüyen Dostum vardı Oynamadım Ey adamlar Benim yanımday karaylar Elmas bahçelerden değil Haberini sorarlar Gider bunlar savdaları Ayuşakı yaraları Ahkam konuşmaz ziyan Sorularını başını Yandı yağmur Hatta şahlarını tam alıp Tahtları Bir acayip gölge Yandı yağmur Yine durmak Gülüler bağda Güllerini gülüyorum Hasret dağda Kim budur şahtıyla yaşı çağda Mana shunda kulturamizni pochchalar Moskvadan kelib mana shunda xizmat qilib yuribdi mana shu hojalari nomlari bilan juda beramiz. Qara marhamat so'ragan qo'shlar pochchalar uchun.
aziz mehmonlari bilan birgalikda 75-chi akalarimiz, ya'ni Tumen shahridan kelgan aziz mehmonlarimizni darhol chorlab qolamiz. Yana bitta cho'loq qo'shiq ijro qilamiz boshida bo'lganmiz. Yana xonadon egalari, akalarimiz, bolalarimizni talablariga bilan shu xonadon nima jo'nagamiz boshida. Qarang, qoshiga,
Xudo tarafdan kelgan mehmonlarimiz talablariga, Surgut shahridan kelgan mehmonlarimiz, barcha mehmonlarimiz
talablarga binoan kelin boshamizni tog'alari. Nurdagamiz talablarga, Akramjon talablarga binoan. Qani ketdik.
marosimga taklif qilamiz. So'nggi qo'shiqlarimiz. Rahmat, salomat bo'linglar, to'ylar muborak bo'lsin. Shodiyonamiz davom etadi. Chiroyli va go'zal raqslar bilan qiromaydigan barcha mehmonlarimizga minnatdorchilik izhor etamiz. Shodiyonamizni bugungi to'yimizni tantanamizni yana bir kulminatsion nuqtalaridan biri kelin-kuyovlarimiz, yoshlarimiz uchun atalgan to'ylari shirin tayyorlagan hozir aynan mana shu vaqtlarda, mana shu sohalarda kelin-kuyovlarimiz uchun atalgan tortlarni, shirinliklarni kesish marosimiga navbatni beramiz. Yoshlarimizga, kelin-kuyovlarimizga yana bir bor uzoq umr, baxt va saodat tilaymiz. Ilohim qurayotgan hayotlari mana shu to'rt kabi shirin va betakror bo'lmoqligini yaratgan Allohdan so'raymiz. Yoshlarimizni, kelin-kuyovlarimizni davramizni badiiy markaziga taklif qilamiz. Va albatta kelin-kuyovlarimiz chatilgan bayramona tortlarni kelin-kuyovlarimizga yetkazishingizni iltimos qilamiz. Yolg'izlik damlari ketsin yiroqlab, ikki ko'ngil doim yursin arabaqlab. Sog'inch gullarini dasta quchoqlab, muhabbat keladi quchog'ini ochib. Hijronni tark etib o'sonni qo'msab, muhabbat keladi quchog'ini ochib. Shirin bo'lsalarni sog'in gavdalar, muhabbat keladi quchog'ini ochib. Yoshlarimizni sevgilari, muhabbatlari abadiy bo'lishligini yaratgan Allohdan so'raymiz. Esdalik uchun suratlarga tushib olgandan so'ng bugun kechamizda Botirjon boshchiligidagi tezkor fotoxodimlar ishlamoqda bemalol bugungi to'ylar tantanada esdalik uchun suratlarni olib ko'rasizlar. Va kelin-kuyovlarimizni davramizni badiiy markaziga taklif qilamiz. Tortlarni, shirinliklarni kesilmoqlik uchun. Davramızı keyin olaslar, yoshlarimizni, kelin-kuyovlarimizni
oilamizga baxtu saodat tilaymiz. Sen o'shasan. Sen o'shasan, qadimiysan o'shasan. Sen dunyoda eng muqaddas go'shasan. İnsanlarına bir umurga qo'shasan. Bugun senga ikki mushtoq dil eshitib, sen bularga bag'ring och. Ochilgan chiroq. Senga kirgan tuproqda xok bo'lsin. Senga kirgan sutdagi toza pok bo'lsin. Senga kirgan olma bo'lsin, oq bo'lsin. Bugun senga ikki mushtoq dil eshitib, sen bularga bag'ring och. Ochilgan chiroq. Sen O'zbekning eng qadimiy rasmi. Senga bo'lsin ikki yoshning ta'zimi. Aytganlar kirsalarning roziman. Bugun senga ikki mushtoq dil aytib, sen ularga bag'ring och. Ochilgan chiroq. Yoshlarimizga kelib-kelarimizga vaqt tilaymiz. To'rtlarni yig'ilgan musofir o'rasida davramizdan bemalol tortinmasdan biz esa shodiyonamizni kechamizdan endi davrani haqiqatan ham kengroq olmasanglar bo'lmaydi, chunki hozir yangraydigan taronalar aynan yoshlarimiz kelib-kelamiz uchun bo'ladi. Ha, yo uylanmaganlarga, turmushga chiqmaganlarga yedraslarni hali bu bemalol yaxshi niyatlar bilan barcha bo'ydoqlarga qizlarimizga mana shunaqa chiroyli kelinlar, kuyovlar bo'lish baxti nasib aylasin deb yaxshi niyatlar bilan to'rtlar shirinliklar yetirmoqda. Iloh o'ylagan maqsadlar, niyatlariga yetib vaqti nasib aylasin. Karvonsaroy bu dunyoga kimlar kelib, kimlar kelmadi. Kimdir murodiga yetdi, lekin maqsadga yetmadi. Bu ajoyib tiriklikning tashvishlar bitmadi. She'r qoldi, qalam qoldi, tanbur sarosi qoldi. Omonat to'dirimiz ko'plik oz qoldi. Marhamat, to'rtlarni shirinliklarini chiltiroq olib qo'yasizlar, chunki hozir yuqorida aytganimizning navbatdagi taronalar aynan kelin-kuyovlarimiz uchun bo'ladi. Davramizni kengroq olasizlar, kelin-kuyovlarimizni badiiy markazimizga, sahnamizni badiiy markaziga taklif qilamiz. Yoshlarimizga, kelin-kuyovlarimizga yana bir bor uzoq umr, baxtu saodat tilaymiz. Shodiyonamizga yetgan barcha ezgu qalbli izhorlar nomidan yana bir bor muborakbod etamiz. Gitmeseydi kapı, boş versin balat balat, demlerimi sar.
raqsga taklif qilamiz. Qani marhamat onajonlaring, keling yo'larimizni. Davramizda uchun Sirojin aka. Onajon o'ylang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. Dasta gultiray, hammasi sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Dasta gultiray, hammasi sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Onajon o'ylang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. Dasta gultiray, hammasi sizga beray, siz faqat o'ylab bering to'yimda. Dasta gultiray,
assalom. Rahmat, salomat bo'linglar. Ilohim to'yda o'ynaganlarni to'yga yetkazsin. Shodiyonamizni, to'yimizni, tantanamizni, kelin-kuyovlarimizni o'zga o'shangalarga kuzatamiz. Xonadon sohiblariga bir bor to'ylar, tantalar muborak bo'lsin deymiz. Men kechamizni, shodiyonamizni, to'yimizni, tantanamizni chiroyli qilib ochib bergan hojijonamga oldilariga boraman. Bitta chiroyli duo qilib bersalar nevaralariga, nabiralariga. Rasmga tushib olgan bo'ldimi? Yashaylar, sog' bo'linglar, kelinglar meni o'tkazib yuborasizlar, men hojijonam oldiga boraman. Ilhom aka, keling. Hojijon, assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Adashmasam shu inson buvijonlar, kuyov bo'ladi. Buvijonlar. Rahmat kelganlarimiz uchun. Xush kelibsizlar. Hamma xudoylar, aka-ukalar, opa-singillar. Kelganlaringiz uchun rahmat. Yana to'ylarga kelingizlar. Kelasi kunini yana o'ynab ko'rdik. Hammamiz o'ynab ko'rib, to'ylarimiz to'g'ri bo'lsin, borimiz qutum bo'lsin. 30 ekor mushakka sog' bo'lsin, zamonimiz tinchlik, qazonlar bo'lsin. Paşalarga azap versin, uruş to'xtab qolsin. Hamman aman sa'at, joyda aman joyda asrasın. Hamma uylarga eson-omon yetib qolsin. O'ynab kulib keldi, o'ynab kulib yetib qolsin. Hammangizga ming rahmat, xush kelibsizlar. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Xudoylar, opa-singillar, hammalar. Rahmat sizga, xush kelibsizlar. Amin. Allohu akbar. Eng kamida sizni yoshingizga yetib yursin. Nevara to'ylar muborak bo'lsin. Shodiyonamizni, to'yimizni, tantanamizni yakun yasaymiz. Bugungi kechamizni yaxshi niyat bilan tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimizning ham xonadonlarida mana shunday chiroyli fayzli to'ylar qilish baxti nasib aylasin. To'ylarda xizmat qilish biz san'atkorlarga nasib aylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi, farqi yo'q. Amin shu 2 yoshimiz qo'sha taqsin, baxtimizni o'zlarimizga ko'paysin. Ota-onalarga yaxshi xizmat qilsin. Ularga Allohning o'zi kelajakda yaxshi solih saliqa o'g'il qizlardan bersin. Ota-onalarini xizmatini qilsin. Ota-onalari shularning rohatini ko'rsin. Ilohim nevara-chevarlarni ichida yursin. Shunaqa to'ylar ko'pini ko'rsin. Shunaqa to'ylarga kelib bizlarga duo qilib kelishni Allohim bizlarga bizni nasib aylasin. Kelgan mehmonlarimiz, aziz mehmonlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Kelgan qadamlaringizga rozi bo'linglar. Hammalaringiz boradigan joylaringizga eson-omon sog'-salomat yetib olinglar. Mana bu shu bugun xizmat qilgan ukamlarimizga, mana bu ukamga Ilohim Xudo quvvat bersin, sog'liqlari yaxshi bo'lsin. Ilohim ishlarini, rivojini, omadlarini bersin. Kelajakda bundan ham foyda bo'lsin san'atlari. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sog' omon bo'linglar. Amin. Allohu akbar. Rahmat hojibobo, to'ylar muborak bo'lsin. Yor sadolari, to'ylari muborak navlarni kelin-kuyovlarimizni o'shangalarga kuzatib qolamiz. Salomat bo'linglar. Uzoqdan kelgan, safarga chiqadigan odamlarimiz sog' salomat vatan boradigan joylaringizga yetib olinglar. Salomat bo'linglar. Juda ham chiroyli bo'ldi. Salomat bo'linglar. Rahmat.
Hafız ukamga, Janubiy ukamga, hammalariga katta rahmat. Ilhomjonga salomat bo'linglar. Boshimiz osmonda. Benihoyat xursandman. Salomat bo'linglar. Mana shu Rufat Abdulgorga kuyovjo'ralar uchun xizmat qilganlar uchun bitta qo'shiq ijro qilib beramiz. Ruxsat bersanglar. Mana shu yerda Novosibirga tashrif buyurgan barcha mehmonlarimiz Tumen shahridan, Moskvadan, Chelyabinskdan tashrif buyurganlar uchun oxiri yana bitta qo'shiqimizni ijro qilib beramiz. Ana shu akalarimizni Novosibir shahridan rozi bo'lib ketasizlar degan umiddamiz. Qani marhamat, ketdik bo'lmasa. O'ylaganlar gap yo'q. Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat.